Voz kechinglar bizdan. Qo'yinglar san'atkorlarni qirib yuboringlar. O'zlaring o'tkazaveringlar. Xatmi Qur'on qilib, aqiqa qilib. Yulduz Usmonova va boshqa san'atkorlarning muxlislari hozir izohlarda so'kib tashlasangiz ham mayli. Nima uchun? Chunki manaman degan pastgina oylikda ishlaydigan o'qituvchilar va obodonlashtirish xizmati ham soliq to'laydi-da. Ular hech qanday munosabat bilan chiqmadi. Biz o'lib qolyapmiz, endi o'qituvchilik kasbini undan ko'ra yo'q qilib degan munosabat bilan chiqmadi, lekin Samarqand shahariga 2025-yil ma'lumotni o'ylab ko'ring. 1 soatiga $12,000 chiqadigan san'atkor 1,236,000 soliq to'lang deganiga shunchalik munosabat bildiryapti. Bu eng yuqorisi soliqning, ya'ni eng yuqori 3-toifaga 1,236,000 so'm soliq belgilangan. Bu 2026-yil 1-sentyabrdan boshlanadi va bu 2029-yil 1-yanvargacha davom etadi va 2029-yil 1-yanvardan esa oladigan daromadining 12% miqdorida daromad solig'i to'laydi. Lekin hech qanday 12% bilan kimdir hozirgacha o'lib qolgani yo'q, ayni san'atkorlar. Hammasi kimdirlar kamroq daromad olardir, lekin ayni Yulduz Usmonova 1 soat uchun Samarqand shahriga $12,000 ga chiqib, $100 uchun bunday munosabat bildirishini aslo kutmagandik. Izohlarda san'atkorlarni belgilab tashlang va maksimal tarzda tarqating. Qaysi san'atkor daromad solig'ini to'lab kambag'al bo'lib qolmoqda yoki qandaydir qiynalib san'at sohadan chiqib ketmoqchi? Izohlarda yozib qoldiring va maksimal tarzda tarqating.